Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahar merkezinde 5 qavatlı toza qurilgan domimizning ikkinchi qavatında 78 kvadratli 2 xona sotuvga qo'yildi. Lokatsiyani aniqroq aytadigan bo'lsam, bu domimizning arkasi Shavot kanal. Yan tarafımız Jaloliddin Manguberdi haykali. Yan tarafımız Dehqon bozor, Karl Marx maktab. To'shamiz zo'r joyda joylashgan. Desk ko'rsatganimiz bor. Yana birini aytib o'taman. 4-5 qavatda 2 xonadan kvartiramız bor. Subsidiya birlamchi ham chiqadi ekan. Ikkinchi etaj chiqmaydi. Seçen bilan danışaveramiz, ketdik. Yurtdoshlar, ikkinchi qavatga keldik. Aytib o'tganimning 5 qavatli domimizning ikkinchi qavatindamiz. 4 xonadondan tushgan ekan har etajimizda. Eshiklarimiz yana ko'rib turganlaringizni yaxshi sifatli eshikdan qo'yilgan. Bismillah. Giraver, prixojimiz. Yeng tushgan şimdi chap qo'limizda katta kuxnya. Doğrumuzda balkon açık. Balkonumuzdan kichkina emas. Suv girib turibdi, kanalizatsiya turbalar o'tgan gaz suva girib turibdi. Xonalarimiz alohida. Hojatxonasi ham, vannasi ham alohida. Berimiz hojatxona. Yan tarafimiz vannaxonasi. Berimiz spalni katta. 78 kvadrat. 4. qavatında, 5. qavatında şimdi 2 xona bor katta. Subsidiya birlamchi qilib olsanızlar bo'ladi. Birimiz katta zal. Zalımızdan bir hozirgi hovli-joylarni dalamdan qolishmaydi. Endi 4 metrdan ziyod, bu yoqda 8 metr chiqadi. Bahosini keladigan bo'lsak, kvadrati 6 million so'mdan. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar, sog'lom bo'linglar, ishlaymiz.